Salom hammaga, sizlar bilan Faraboy. Bugun biz sizlar bilan yangi X customni ochib ko'ramiz va bizga Faraonni tushirishga harakat qilamiz. Balansimizga 8100 tashadik va bizga podarka, ya'ni bonusni qayta olamiz, ya'ni ikkita material, 1.5 UC hamma sabikalarni olamiz talab va bizga option bo'ladi 9900 UC. Bu Plus har kuni 800 dan beradi. Kimga kerak bo'lsa Telegram kanalimda narxlar bor, 1 oylik tariflar. Va RPda esa bonus pass kelgan. Ya'ni Royal Passning bonus pass kelgan. Mana shuni olaman, chunki mod va P90 menga ma'qul keldi. Va material farm qilishga ham anchagina yaxshi. Ya'ni bu yoqqa hozir xohlagan 30 hozir tanlaysiz, xohlaganingizda va 30 o'ringa beradi va 60-o'rin, ya'ni 60 ochko bo'lgandan keyin qolgani beradi deb qo'ygan. Talab har kuni 1200 dan shutni ochib kelaman, ya'ni arzon ochish uchun. Menga hozir ledlarim bor, shunga garantga yetib boraman degan umiddaman. Esnashib ketmasa. Demak, biz videoni boshladik. Ya'ni X customni ochishni boshlaymiz. Kimdir ovqatlanganimiz yo'qmi ishtaha va biz birinchi va biroz tanaffus qilib, yana Godzilla Groza'ni olmoqchi edim. Shuni hozir borligida nima qilib ko'raylik. Groza effekti juda zo'r, kilchat menga yoqdi. Shu sababli ochmoqchiman o'ntalikka. Harakat qilamizki, Grozani olishga. Va omadimiz ham kelmadi bunga. Endi X customga qaytamiz. X customni ham oxirgi kam uysida qoldi. Qani boshladik. Yana granat
marta tushdi. Yo'q, повтор emas ekan bu. Oilam borishida tushganday bo'lganda, qani yetdik o'ntalik. Bunchalik omadsiz open kesni ko'rmagandim. Uchinchi open ko'rdim. Yaxshigina uysiga hech bo'lmasa X kasm tushishi kerak edi. Yangi X kasmni o'zi. Anchadan beri qanday open keslarni ko'rdim, lekin bunchalik nima qilmadim. Eng omadsiz open kes o'zimda bo'ldi deb o'ylayman. Bilmadim, kommentariyaga yozib qo'yasizlar. Mima. Open keslar. Oxirgi 100 qolmadi. Oxirgi 800 garantlan olmaymiz. Oxirgi 100 qoldi. Oxirgi 10 talik. Kimgadir omad kelar, kimgadir yo'q deydi-ku. Oxirgi 10 talikda sinab ko'ramiz qani. Let's go. Parashut. X. Fraun, как manga kerakli Fraun. Ya'ni Fraun olmoqchi edim o'zi. Fraun olmoqchi edim va Fraun tushdi. Oxirgi 8100 ga faqat Fraun. Boshqa bironta X kastum, UMP bunaqa narsa tushgani yo'q hali. Agar kimgadir X kastum kerak bo'lsa, men Telegram kanalimga qo'shib mumkin, narxini olib bilinglar va eng arzon narsada tashlab beramiz, ya'ni podarka qilamiz X kastum Fraunni. Yoki ayni yana ikkinchi nima bo'ladi, hali 1-2 kundan keyin yana video chiqaraman. Ya'ni X kastumni yana 8100 tashlab open case qilaman va bonusga hali tegmayman. Ya'ni 1000 ochko kimgadir 1000 ochko bo'ladi. 1000 ochkoni kimgadir ya'ni sotamiz. Ya'ni X kastum sotsak, 1000 ochko bilan podarka qilib jo'natib yuboramiz. Kimga kerak bo'lsa, Telegramga o'tib ko'rishingiz, Telegram Faraboy PUBG. Material yig'ib yangi kalashim yangi effektni yaratgan uchun yangi kalash ko'tarmoqchi edim. Ozroq qolgan, ya'ni 3-level qilib qo'yganman. Mana oxirgi level va kelcha. Demak, endi biz nimaga o'tamiz? Fraunga o'tamiz va Fraunni qancha bu ochkolar, ya'ni bu jeton nima deydi? Monetkalar, Fraun materiallar, iskas ko'targan material oldindan yig'ilib qolgan. Holi o'zim material sotib olganman, o video davomida ko'rdilaringiz. Qani 1-level, ya'ni 2-levelga o'tdik. 3 kas kerak emas. 3-level. 4-levelga bizga 230 ta va 6 ta monetka kerak ekan. Videoni shu joygacha ko'rib kelgan bo'lsangiz, iltimos bitta like bosib va podpiska bosib o'tib ketishni unutmang. Sizlar bilan Faraboy bo'ldi. Hammaga bilan xayr, ko'rishguncha.